Bu odam restorandagi tasodifiy odamni hazil qilib kuldirmoqchi edi, lekin bu insonni yovuz reaksiyasi uni tashvishga soldi. Bu hodisadan keyin u odam tinchgina hech kimga hech nima demay ketib qoldi. Videoning muallifi o'zini aybdor his qilib, aybini yuvish maqsadida unga ham qo'shimcha burger oldi. Lekin hayron qoldiradigan tarafi, u restoranning burchagida jimgina o'tirgan edi. O'zini juda ham g'alati tutib, xuddi nimanidir bekitgandek. Lekin bularga qaramay, videoning muallifi uni oldiga o'tirib, ovqatni tutqizdi. Aybini tan olib, undan uzr so'rayotgan paytda u to'satdan videoga olyapsanmi deb so'rab qoldi. Muallif ha videoga olmayman, men ovqatlanishda videoga oladigan blogerman deb javob berganida, uni reaksiyasi birdan o'zgarishga boshladi. Lekin ertasi kuni Kevin ismli odam blogerga o'zi birinchi yozib, uchrashishni taklif qildi. Lekin bloger uchrashuvga kelganida Kevin o'zini juda ham g'alati tutishni boshladi. Duodan tinmay tikilib turishi xuddi ruhiy kasal odamlarni eslatib yubordi menga. Bloger Kevindan nima haqida gaplashmoqchiligini so'raganida, Kevin rostdan ham ruhiy kasalligini va jahldorligini ustida ishlayotganini aytdi. Bu yerda Kevin aytishiga bo'yicha psixologi unga bu bloger bilan yaqinroqdan tanishib, do'stlashish kerakligini aytibdi. Uni bu uchrashuvdan haqiqiy maqsadi, blogerdan nima xohlagani hali hamon sir bo'lib qolmoqda. O'rtoqlar, sizlarning bunaqa hodisaga fikringiz qanaqa? Sizlar ko'rishgan bo'larmidinglar bunaqa odamlar bilan? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha